Tayyorlangan feromon 21+ atirni xullas egasiga topshirishimiz kerak do'stlar. Endi uni egasini qanday biz aniqlab olamiz? Uni egasini mana shu videoga kommentariy yozinglar. Bugun 18-iyun, ertaga 19-iyun kuni ko'ramiz. Kimni kommentariyasi ko'p like yig'sa, ana shu insonga o'zim shaxsan olib borib beraman. Ikkinchi o'ringa ham bor. Ikkinchi o'ringa boya Blue talisman atirni beramiz. Uchinchi o'ringa ham mayli bitta atir beramiz. Do'stlar, olma dadam rahmatligidan qolgan bog'. Do'stlar, chiroyli yaxshi odamdan bog' qoladi deydi. Mana endi olmalarni yeb yuribmizda. Hammaga omad. Chiroyli kommentariy yozinglar. Shaxsan o'zim feromon 21+ atirni qo'lingizga olib borib topshiraman do'stlar. Salomat bo'lasizlar.